Zulüm yamanmı, Jugulyan yamanmı? Üçparçalık hakkında kıssadaki Batur Ezmetler qatarı qarsa Yili Arjao Sangenwei Siguan Wuma Liu Zhangfei. Şundaq Batur palvonlarning qatori bor. Endi bu üçparçalık hakkında kıssadaki bir qism g'alit savollar meni o'ylantirib qo'ydi-chu. Meni Zulüm yamanmı, Jugulyan yamanmı? Endi ben hozirgi bu sizdan menga qo'ygan tushunchimga asosan, mashta tetiksiz savolni so'ramdi. Endi bu Jugulyan bilan Joyindan chiqib ikkisi mushlashib birmanmi men deb o'ylab ekanman. Turib o'ylab baqsam, menmi burun kichik vaqtimda kallamda shunday savollar shakllanib ekan. Undaqda buni tahlil qilib baqsaq, uchparchalik haqida qissadagi eng muhim ish jahonning 3 ga bo'linganligi, Sun Liu ittifoqining muhimligi, ikki tarafdan shimolni Sichuanni elish kerakligi, mana bularning hammasini Zhuge Gongming kapidan chiqmay turib o'ttirib qo'ygan tadbir. Mana bu Jungo tarixidagi intayin muhim, muqim ham to'g'ri bo'lgan, intayin jiroqni ko'radigan bir tadbir hisoblanadi. Milodiy 208-yildan 258-yilgacha bo'lgan yarim asrlik vaziyat taraqqiyot butunlay mana shu Jugulyanning oldin qilgan farzi shu tasavvur uchun bo'lgan. Biroq bu vaqtga Liu Beiga ergashgan bu Jugulyan qarsaqda endi 28 yoshga kirgan, hech qanday bir oriq ko'rinishi, nom shuhrati, amal mansibi, tishlangan o'rni hech nimasi yo'q. Endi bu Jugulyanning bu yerda vaziyatni tushunganga hozirgi zamondagi bir gazet, jurnal, Douyin Kuai Show, Tor va yoki uyda ish bo'lmasa kundalik xabarlarni oldin ko'rib turgan bir televizor, bundaq narsalar yo'q. Jugulyan nima ish qildi? Kunda uydan chiqmay kitob o'qib, muzik chelib, yetib uxlab, uyqudan uyg'onibla kapidan chiqmay turib, jonining 3 ga bo'linganligi, Sun Liu ittifoqining nihoyat muhim ekanligi, ya'ni buningdan keyingi 50 yillik vaziyatni oldin hukm qila olgan, tasavvur qila olgan. Qoyil bo'lmay amalimiz yo'q. Mana bumi shu uchparchalik haqida qissaning eng muhim, eng nochiri. Shunga Jugulyan tilga ilinsa birinchi kalliq keldigini kapidan chiqmay turib tadbir ko'rsatgani. Qaranglar, kapidan chiqmay turib jonni 3 ga bo'ldi degan qanda qolsa esil gapman va endi mushu ishtilla biz Jugulyanning Zulümdan nechasi ustun turdiganligini hukm qila olamiz. Endi bir qism yosh bolalar qoyil olmasligi mumkin. Voy ikkisi urushib qolsa, Zulüm naysi bilan birlashsa Jugulyan degan yo'q deb. Lekin mushuni azroq tushunganda, azroq aqlni topgan vaqtning o'zida tilimizning mushtumimizning kuchli ekanligini, qalamning kuchining nayzining kuchidan kuchli ekanligini, kallasini ishlatadiganlarning qo'l putini ishlatadiganlardan kuchli ekanligini his qila olamiz, tushuna olamiz. Shunga bizdimi azaldan bilgi kuchli birninga, bilimi kuchli mingni degan gap bekor chiqib qolgan gap emas. Shunga tarixda o'tgan qahramonlar, Yingxiong Baturlar desa, bu yerdagi alamdar, bu yerdagi Guiyu, Zulüm, Zhangfei qatorliqdek bir nayzikaltak o'ynatadigan yoki Yangshan ko'ldagi 108 balondek buningdek Batur azmatlarlar emas. Yana qalamkash donishmanlarmi mana shunday Yingxiong qahramonlardir. Bular bayoqlardan chiqib, o'ttirib chiqib, uyda jang qilib urushib yurmaydi. Lekin joyida o'tirib, kallasini, tilini, qalamini ishlatib gül canının vaziyetiga çoğun ta'sir ko'rsatdi. Shular nayzkaltaklar hal qilinmagan nurg'un ishlarni joyida o'tirib, kallasi bilan hal qilib olaydi. Ba'zilarning nazarida joyida o'tirib gap satqanda qilgan bilan. Masalan, mana shu uchparchalik haqida qilsada bu Jugulyan, Smayi, Lusu, Goja, shu qatorliqlar shunami? Bularning tadbir ko'rsatib qilgan ishlari Baturlarning amaliy jang chiqib qilgan ishlaridan natijasi ortiq. Ola qargan zo'r ishlarni hal qila olgan. Endi yana bu 2 yil kirmaydigan 3-o'rindagi yeni bir qahramon Baturlarmi bor. Naqti bular kimlar? Bu to'g'risida keyingi sonda paranglashaylik. Meni qo'sh bo'lishni unutmanglar. Rahmat.